Ukajonlarim, sizlar uchun bitta zo'r uy topib qo'ydik. Bu uyimiz bizada Mirzo Ulug'bek tumani Bo'zbozorda joylashgan uyimiz bo'ladi. Bu uy ichki qismi mana bu yerda bitta e'tibor bersangchi, ko'ryapsizmi? Biram boshqacha qilib qo'yishgan. Bu yerda holl qismi bo'ladi. Bemalol choy ichib o'tirgandan keyin bemalol maza qilib oyog'ini cho'zib o'tiradigan zonasi. Bu yerda bizada oshxonamiz bo'ladi. Oshxonalariga bir e'tibor bersangchi, mana bu mebellari juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Mana bu oshxona mebellari hammasi bizda texnikalarimiz Hoffman texnikalar qo'yib ketilgan. Bu yerda uyimizni 2-chi qavatga ko'tariladigan zonasi va uyimiz podvoliga tushib ketadigan zonasi. Mana bunga e'tibor bering endi. Eng premium kачествоda nima sanuzul ishlatilgan, o'zi hamma sanuzullar bo'ladi. Mana bunga bitta e'tibor bersangchi, bitta qarab tursanglar bu o'zi ochiladi va bu o'zida oyoq sezadi. Bu shunday sensor sezganda shunda o'zi ochib beradi. Yuringlar, mana bu tomonga o'tamiz. Bu tomonga shuni o'tganinglarda bizada gastovoy xonamiz bo'ladi. Mehmonlar kutib oladigan zonasi. Mana bunga e'tibor berasizmi? Bu ham juda ham panoramli oynalar qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Mana bunga e'tibor bering. Televizorlar har bitta uyda, har bitta xonasida televizor va har holda hamma narsa udobstolar qo'yib ketilgan. Mana bu uyimizni ko'rsangchi, har bitta uyimiz xonasida bizada mebellar qo'yib ketilgan. Mana bu yerda uje ota-onalar uchun yotoqxonasi, o'zini bu yerda bizada konditsionerlari deysizmi, hammasi qilib ketilgan, shkoplargacha qo'yib ketishgan. Bu gastovoy sanuzul qismi bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Gastovoy sanuzullari ham biram chiroyli qilib ketishgan. Uyimizni endi Ismoil narxi qancha deysizmi? Narxi hozir tepaga shuni chiqamizda, narxini aytib ketamiz.